Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mo'tabarxon onamiz bormilar? Ha, manman. Onajon, salomatmisiz, omonmisiz? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Azizsiz, Yaqinimga tabrik radio kanalidan qo'ng'iroq qilyapman. Boshlovchi Niloya siz bilan suhbatlashmoqda. Bugun muborak ayyomingiz bilan sizni qadrlab, bizga murojaat qilib tabrik qoldirgan aziz insonlaringiz bor. Ularning tilxonlarini o'qib eshittirmoqchiman. Rozimisiz? Roziman, rahmat. Yashang. Marhamat onajon, tinglab turasiz, ajoyib tilaklar sizga atalgan. Ko'zlari munchog'im, yuzi oftobim, baxtli onlarga boy umr kitobim. Bu hayot yo'limda bo'lgan chirog'im, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Tunlari uxlamay yo'lim zor kutgan, boshidan ne azob sinovlar o'tgan, hasratu dardlarim ichiga yutgan, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Dunyoga keldim, shodlandi onam, hammadan chiroyli o'zi yagona. Boshga sinov kelsa bo'lgan parvonam, bugun onajonimning tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan jannat iforli onajonim. Bugun sizni muborak tavallud ayyomingiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Hamisha biz farzandlaringiz baxtimizga sog' omon yurishingizni Allohdan so'rab qolaman. Onajon, sizni duolaringiz, oq yo'llaringiz va cheksiz mehringiz biz uchun eng katta baxtdir. Sizni yoningizda o'zimni har doim eng baxtiyor va eng ishonchli insonlar sifatida his qilaman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, xonadoningizga fayz va barokat va qalbingizga tinchlik tilayman. Yuzingizdan tabassumingiz hech qachon arimasin. Ko'nglingiz faqat shodlikka to'la bo'lsin. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz deya tabriklarini yakunlabdilar. Kimdan ekan, bolalarimdan bo'lsa kerakda. Albatta. Keling ushbu tabrikka kimlar qo'shiladilar va so'ngida tabrikni kim yo'llaganini aytib o'taman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Avvalambor ushbu tabrikka qo'shiladilar o'g'lingiz Umidjon aka, qizingiz Tursunoyxon va kelinlaringiz Dilfuzaxon va Dilborxon opalar, nabiralaringiz Durdonaxon, Irodaxon va Shukronaxon, Shahnozaxonlar. Ushbu go'zal tilaklarni bizga yo'llayotgan o'g'lingiz Ilhomjon aka hamda keliningiz Dilbarxon opalar bo'ladilar. Rahmat, sog' bo'lsin. Ilohim. Yavaş ko'nglim buzilib ketdi. Yashang onajonim, umringizga shukr deymiz. Ben kutmagan edim. Albatta, bunday chiroyli tilaklarni eshitish hamma mehribon onajonlarimizga nasib qilsin siz qatori, ilohim. Ilohim. Ilohim bolalarimga rahmat, sanjonlari sog' bo'lsin. Ilohim qo'shganlari bilan ikkala kelinim, ikkala bolam birgalikda qo'sha qarishsin, bolalarning orzu havasini ko'rishsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Amin. Ilohim boshiga ham, turmush o'rtog'im ham sanjoni sog' bo'lsin. Shu bolalarimizni rohatini birgalikda ko'raylik. Ilohim yaxshi kunlarini, nevara to'ylarini ko'rib, ilohim haj safarlarga borishimizni hamma qatori hammamizga nasib qilsin. Ilohim bolalarimga rahmat, kattakon. Azizsiz albatta. Dadajonim Tolibjon dadam bilan birgalikda qo'shiq qarib, haj va umra ziyoratlarini borishlik, ziyorat qilishlik baxt nasib aylasin deya qo'shib qo'ygan mehribon o'g'lingiz bo'ladilar. Dunyodagi eng ezgu tilaklarni mana shu tarzda sizga yo'llamoqdalar. Rahmat. Azizsiz. Rahmat. Albatta, onajonim, ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Siz bilan boshlovchi Niloya suhbatlashdi. Yana bir bor qutlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, hamisha omon bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, sizlarga ham kattakon rahmat. Ilohim sog' bo'linglar, hech ham charchamaylar. Hamisha sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat onajon, aytganingiz kelsin. Omon bo'lasiz. Xo'p, rahmat, kattakon. Xo'p bo'ladi. Yashang. Mo'tabarxon onajonimizni muborak 57 yoshlari munosabati bilan aziz farzandlari nomidan qutlayotgan o'g'illari Ilhomjon aka hamda kelinlari Dilborjon opamiz bo'ladilar.
Dilbarxon opamiz demoqchi edim ming bor uzr. Umrlari ziyoda bo'lsin. Aziz farzandlari, nabiralari baxtu kamolini ko'rib, mehribon jufti haloli bilan qo'shqa qarab, ularga bosh bo'lib, xonadonlarini ko'rki bo'lib yursinlar. Biz barchangizni yaxshi ko'ramiz. Kamina boshlovchi Niloya xizmatingizda bo'ldi. Unutmang, har biringiz biz uchun qadrlisiz.